Assalomu alaykum, hurmatli bizni muntazam kuzatib borayotgan podpischiklar. Podpiska bo'lmasdan kuzatib borayotganlaringga ham hammalaringga assalomu alaykum deymiz. Hozir bizga navbatdagi murojaat tushdi, juda ayanchli ahvolda deyapti. Kuzatib turingizlar, borib o'rganib, sabablari nimadan kelib chiqqan, qanaqa ahvolda sizlarga ko'rsatamiz va tushuntirib beramiz. Mana ukam bilan birgaman, bizni bir shogirdchamiz bor edi. U shogirdchaning ishi ko'payib qolib, hozir kela olmay qoldi. Ukamga aytdim, yo'lingga ekan tashab qo'y dedi. Kuzatib turingizlar, hozir yana bitta ma'lumot berib o'taman sizlar uchun. Qani bilamiz nima ahvol. Oho, kirishkalar ochilib ketgan. Ariston koptokda shishib ketgan. Dolinani zo'ri obratni klapinda ishlamay qolganligi yoki sababli. Termodatchik to'xtovsiz ishlab qolgandir. Hozir sababini ham o'rganib chiqamiz. Ko'pchilikka aytsak aytadi, portlamaydi, bo'lmagan gap mana ochilib ketgan kirishkalari. Ariston shishib ketgan. Akalar kommentariyada yozyapti, portlaganga guvoh bo'lganlar ham bor. Mayli, portlamagan taqdirda ham ichkarida chirish boshlanadi. 2 yil 3 yil tozalatmasdan befarq bo'ldingizmi, Aristonni umri tugab boraveradi. Ichkarida chirish boshlanib. O'sha narsa o'zingizni joningizdan ustun bo'ldi. Mana buni hamma joydan suv oqib qolgan. O'shaning uchun bu kishiga nima deymiz biz? Aka, yangi Ariston qo'ying, chunki sizni farzandlaringizni jonidan aziz emas shu 1,5 million 1 million 400 ming pul deymiz. Shuni tavsiya qilamiz. Akalar, shuning uchun Aristoni borlar befarq bo'lmaysizlar albatta. O'zini mutaxassisga bir tekshirtirib qo'ying shuni. To'g'ri turibdimi, hamma narsasi to'g'ri ishlayaptimi deb. Salomat bo'ling. Kuzatishda davom eting.